Oğlanlarınıza Xudo xolasa son topshirgani keldik. Ya'ni ihson bergan aka-ukalarimizdan Xudomiz rozi bo'lsin. Shu ro'za Ramazon oyida ihson qilgan akalarimizdan Xudo xolasa yetib keldik aka-ukalarimiz. Atam kelyapti. Amakam kelyapti. Anam akam kelyapti. Amakam kelyapti. Amaka qarab turdingmi? Молодец. Assalomu Va alaykum assalom. Katta ocha bo'lasizmi? Ket. Sen ko'p bo'lasiz sovuq kunda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir marta. Akajonlar de, bobojonlar de. Akajonlar, bobojonlar. Hammalaringizdan Xudomiz rozi bo'lsin. Hammalaringizdan Xudo rozi bo'lsin. Bergan ihsonlaringizga mingdan rahmat. Xudodan qaytsin. Bergan ihsonlaringizdan Xudodan qaytsin. Amin qil. Allah. Mana yanga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yanga bayramlaringiz bilan. Sizlarga ham. Mana yanga Xudo xolasa xalqi bergan xizmati shu bo'lyapti. Qo'ldan kelgancha harakat qilib aka-ukalarimiz Xudo xolasa sizlarga duo berib Xudo xolasa mana shu hayit namozlarga ihson qilgan bo'lsa ihsoniga rozi bo'lib duo qo'yasizlar. Mana shu yaxshilikka kim qo'l uraman desa, shu ekranda bitiga telefon nomerlariga kart raqamlari ulangan bemalol oilaga yordam qilib, ya'ni o'zlaringizni ihsonlaringizni ihson qilaman desangiz kart raqamga bemalol ihson qilsangiz bo'ladi. Ya'ni shu akamizga telefon qilib, ya'ni bog'lanib, oilaviy sharoitini so'rasalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni bir akamiz uyida aka-ukalarimiz kasal, mazasi yo'q. Uni uyga kirdim. Bu qaysam yegani hech narsasi yo'q. Aka-ukalarimiz bergan ihsonlaringizni topshiryapmiz aka-ukalarimiz. Hammaga assalomu alaykum. Aziz aka-ukalarimiz, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, ko'rib turganlaringizga bergan ihsonlaringizni o'z egalariga topshirdik aziz aka-ukalarimiz. Avvalambor mana shu ro'za Ramazon tugashi bilan aka-ukalarimiz yordam qildi. Ya'ni hayit namozi bilan hammani tabriklab qolaman. Kimning niyati bo'lsa, niyatlaringizga yetib kelingiz ishlaringizga erishib Xudo xolasa nima deymiz, yaxshi niyatda shu ihsonlarimizni olib topshirdik. Ya'ni ekranda bitiga mana shu oilaning telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Shu telefon nomerlariga ya'ni karta ulangan. Karta kim deb chiqadi? Zarina Jaylova. Zarina Jaylovna. Jaylova, Zarina Jaylova chiqadi aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni shu telefon nomeriga telefon qilsalaringiz uy egasi javob beradi. Ya'ni holatlarni so'rasalaringiz bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Bo'lmasa shu yangani o'ziga beramiz. Xudo xolasa bergan ihsonchi akalarimizdan, opa-singillarimizdan, ya'ni shu yangadan duo beramiz. Yanga, shu aka-ukalarimizga o'z qilsangiz, qo'shib qo'ysangiz. Faqat gapiravering. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Hammalaringizni hayit bayramlari bilan, Navro'z bayramlari bilan chin qalbimdan, oilamning nomidan ham chin qalbimdan tabriklayman. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Ilohim bizga qancha yordam qilayotgansa, Xudoyim taolo shuncha qaralashsin sizlarga. Kattakon rahmat. Ilohim Parvardigor, yo'llaringiz ochiq bo'lsin, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yeting. Xudo banda Parvardigor ilohim Xudoyjonning o'zi o'z panohida asrasin. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin, mushkullaringiz oson bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Nima niyat qilganmisangiz, niyatlaringizga yetingizlar. Yuzga kiringizlar. Ilohim Parvardigor. Kattakon rahmat hammalaringizga. Chin qalbimdan tabriklayman. Hayit bayramlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. Amakalarga bitta salom qil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Kimki kim narsalar bergan bo'lsa, kim narsalar bergan bo'lsa, bergan narsalardan rozi bo'lsin. Bergan narsalardan rozi bo'lsin. Hammani hayit namozi bilan tabriklayman.
Qavlayman. Yuzga kiringizlar. Yuzga kiring. Amin qayinda. Allohu akbar. Az aka-ukalarimiz, xudo xolasa biz videomizni o'z nihoyasiga yetib qoldik. Mana bergan narsalarni hammasini topshirdik az aka-ukalarimiz. Yana bir marta sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, shu ekranni bitiga telefon nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Mana shu yangamizda, ya'ni ism shariflari chiqadi. Kimki ehson qilaman desa, shu kartalarga o'z hissangizni qo'shib, ya'ni ehson qilaman degan aka-ukalarimizga ehson qilishlaringiz bo'ladi. Az aka-ukalar ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. 1 so'm bo'lsa ham, 2 so'm bo'lsa ham shu oilaga az aka-ukalarimiz yordam qilib, mana shu xonadonlarni bir ta'mirlab berishga harakat qilaylik az aka-ukalarimiz. Ya'ni bizning kanalimizga odam soni juda ham kam, ya'ni video chiqarganmiz, ehson masalasi juda ham qiyin bo'lyapti. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim az aka-ukalarimiz, birodarlarimiz, opa-singillarimiz, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz mana shu videomizga like bosib, ya'ni kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni qadrlasa jo'natib qo'yingizlar. Iltimos qilamiz az aka-ukalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'lingizlar.